Xitoydan kargo qilishdagi top 5 ta xatolar. Bugun sizlar bilan Xitoydan qanday qilib to'g'ri sotuvchi tanlash kerak va kargo xizmatidan qanday qilib to'g'ri aldanmasdan foydalanishlik mumkin. Buyumlarni qanday qilib sog'-salomat o'z qo'lingizga yetib kelishigacha gaplashamiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Birinchi xato: sotuvchini noto'g'ri tanlash. Tasavvur qiling, siz bironta buyumni programmadan zakaz beryapsiz va dastur chog'ida rasmlarda ajoyib sifatli narsa ko'rsatilyapti va bu juda ham arzon narxda. Siz qiziqdingiz, ishondingiz va sotib oldingiz. O'zbekistonga qo'lingizga yetib kelgandan keyin qarasangiz, siz xohlagan natija yo'q. Ya'ni siz xohlagan sifatdagi tovarni ola olmadingiz. Bunda muammo nimada? Bundagi xatoliklarni qilmaslik va oldini olish uchun maksimal e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu sotuvchini reytingi hisoblanadi va u qachondan beri xizmat ko'rsatmoqda va sharhlarni diqqat bilan o'qing. Buyurtma qabul qilgan insonlar u yerda sharhlar yozishadi, rasmlar jo'natishadi. Xuddi o'sha narsalarni yaxshilab tekshiring. Shunda sizning aldanmaslik ehtimolingiz kamayadi. Ikkinchi xato: aviakargo orqali buyurtma qilganingizda ayrim tovarlar qo'lingizgacha yetib kelmasligi mumkin. Bular yonuvchi elektrosamokatlar, powerbanklar va oziq-ovqat mahsulotlari. Bular haqida aniq batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizdan ko'rib olishingiz mumkin. Uchinchi xato: to'lovni oldindan qilmaslik va kechikishlar. Bizda tovarlarning yetib kelish muddati kechikishlari va to'lovlarga bog'liq muammolar ham uchrab turadi. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Tovarning to'lovini Xitoydan O'zbekistongacha yetib kelgan muddatda amalga oshirish kerak. Shunda tovar ayni vaqtida o'z qo'lingizda bo'ladi. To'rtinchi xato: Xitoy omborini manzilini kiritayotganda xatolik qilish. Bu aynan sizning omilingizga bog'liq. Har safar buyurtma qilayotganingizda ombor manzilini to'g'ri kiritganingizni tekshirishingiz juda muhim. Aks holda tovarlar sizning qo'lingizga hech qachon yetib kelmaydi. Beshinchi xato bu noto'g'ri kargo xizmatidan foydalanish. Bunda sizga iPost jamoasi yordam beradi. Minglab mijozlarning ishonchi va necha yillik tajribamizga asoslangan holatda sifatli xizmatni sizga taqdim etamiz. Mana shu yuqorida aytgan 5 ta xatolarimni takrorlamasdan yukingizni Xitoydan olib keltirmoqchi bo'lsangiz, sizga iPost kargo xizmatini taklif qilaman. Nega aynan iPost? iPost Xitoy omboriga buyumingiz yetib kelgandan keyin iPost o'z mas'uliyatini to'liq bo'yniga oladi va nimadir muammoga duch kelsangiz, iPost sizga to'liq qoplab berishga tayyor. Bizda ikkita yo'nalish bor: avia va avto. Agar siz buyumlaringizni tez olmoqchi bo'lsangiz, sizga avia xizmatimizni taqdim etamiz. Buyumlaringiz 3-7 kun ichida qo'lingizda bo'ladi. Agar sizga arzon kargo kerak bo'ladigan bo'lsa, avto $6 evaziga uyingizgacha yetkazib beramiz. Agar siz Toshkent shahrida yashasangiz, eshigingizni tagigacha yetkazib berish xizmatimiz mutlaqo bepul. Agarda siz viloyatdan turib zakaz qilayotgan bo'lsangiz, bizning O'zbekiston bo'ylab 9 dan oshiq punktlarimiz bor. Xohlagan paytda kelib olib ketishingiz mumkin. Agarda siz bizning kargo xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, video opsiyaniyasida havola qoldirdik. Ustiga bosib, bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin.